bitta salovat-i sharifa o'qib turamiz har zamonda esinglarda bo'lsa. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallam. Mana shu salovatni bir kunda 7 dona o'qiyotgan odam bir kunda 7 ta 5 vaqt namozda bittadan o'qisa 5 ta o'qiydi. 2 ta oshirib qo'ysa, Jaloliddin Suyuti hazratlarining gaplari, tafsiri Jalolaynning musanniflari. Bu odam o'layotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Azroil alayhissalom yonida turadilar. Sen omonatni topshirib, men payg'ambaringman, yoningdaman dergan. Qabrga kirayotgan vaqtida qabrda munkar nakirlar kutib turadi-ku. Men payg'ambaring Muhammad alayhissalom bilan yoningda turaman. Hozir 2 ta munkar nakir kiradi. Savol berganda men senga javobni o'rgatib turaman deb turar ekanlar. Mana shu salovatni o'qib qo'yayotgan odamga. Shuning uchun muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam